Navbatdagi videoyimizda kuchli xodimlar bilan ishlash haqida ko'proq gaplashamiz. Lekin videoni to'liq ko'rib chiqqan odam umuman olganda xodimlarni boshqarishda yangi bosqichga ko'tariladi. Garantiya beraman. Mana shu videoni ko'rib, tushunib, unda aytilgan narsalarni sal internetdan qidirib topib, mukammalroq o'rganib olsangiz, siz xodimlar boshqarishda mutlaqo yangi bosqichga ko'tarilasiz. Juda ham baland bosqichga. Xo'p, kuchli xodimlar bilan ishlash. Kuchli xodimlar har doim sizni kompaniyangizda bo'lishi kerak. Buni oldingi video boshliqlar uchun top 3 ko'nikma degan videoyimizda aytdik. O'zidan kuchlilarga imkoniyat berish, ya'ni har doim o'zingizdan kuchlilarga imkoniyat bering. Biznesingizda 0 ga ko'proq bo'lishini xohlayapsizmi? Kuchli xodimlar bilan ishlang. Shunda siz yana ham balandroq darajaga ko'tarilishingiz mumkin. Demak, siz mana bu gaplarimga amal qildingiz va kuchli xodimlarni ishga yolladingiz yoki hozirgacha sizning qo'lingizda kuchli xodimlar bor. Va ular har daqiqada biznesingizga xavf bo'lishi mumkinligi haqida xabaringiz ham bor. Ya'ni kuchli xodimlar sizni biznesingizga zo'r foyda berish bilan birgalikda har daqiqada biznesingizga juda ham katta zarar berib qo'yishi mumkin. Agar siz hozirgi aytganlarimizni qiladigan bo'lsangiz, menimcha bu xavf darajasi juda ham kamayadi. Birinchi maslahat, kuchli xodimlar bilan ishlashdagi birinchi maslahat. Siz har doim kuchli xodimlaringiz ketishiga tayyor turing. Ularni xohishlarini cheksiz amalga oshira olmaysiz. Siz ular bilan yaxshi gaplashing, siz ularga imkoniyat yaratib bering, siz ularga sharoit yaratib bering, siz ularni qo'llab-quvvatlang. Sizga berayotgan darajasidan balandroq oylik bering siz ularga. Lekin hayolingizni bir chekkasida har doim bilingki, ular qachondir ketib qolishi mumkin. Har daqiqada ketib qolishi mumkin yoki biznesingizga xavf tug'dirishi mumkin. Kuchli xodimlar bilan ishlash eng oson yo'li shu. Har doim unutmang, ular ketishga tayyor turing. Chunki siz ularning xohishlarini cheksiz amalga oshira olmaysiz. Shu narsa bo'lsa, siz kuchli xodimlarni bemalol tiyib turishingiz va ular bilan masofada gaplashishingiz mumkin. U odam siz unga mutlaq hukmron emassiz. Siz undan mutlaq itoat talab qila olmaysiz, lekin u sizning biznesingizga zo'r foyda beradi. Kuchli xodim o'z o'rnida ketib qolishi mumkin, zerikib qolishi mumkin, talablari oshib ketib qolishi mumkin. Siz bunga tayyor turing va ketaverding. Qachondir. Tushundingiz? Eng asosiy qoidasi kuchli xodimlar bilan ishlashi eng asosiy qoidasi bu ularni ketishlariga tayyor turish. Xo'p, ketishlariga tayyor turar ekansiz, lekin har daqiqada doim ham odam almashishi, juda ham kadr ko'p almashishi bu sizning biznesingizga ziyon. Birinchisi asosiy qoida, ikkinchisi endi xodimlarni qanday qilib ushlab turish haqida gaplashamiz. Mayli ular qachondir ketadi, lekin ketguncha sizga foyda bersin va uzoqroq muddat siz bilan ishlasin. Buning uchun nima qilish kerak? Xo'p, kuchli xodim siz bilan uzoq muddat ishlashi uchun nima qilish kerak? Sizni kompaniyangizda ishlashiga yoki umuman olganda u ertalab uyqusidan turib, kelib ishxonada ishlashiga nima sabab bo'lishini o'rganing. Nima sabab u ishlayapti siz bilan? Nima sabab u uyqusidan kechyapti? Nima sabab u o'rtoqlari bilan dam olishga bormayapti-da? Haftaning 6 kunida ertalab 8 dan 7 gacha siz bilan yoki sizni o'zingizning ish vaqtingizga qarab siz bilan ishlayapti. Bunga nima sabab? Bunga ikkita narsa sabab bo'ladi. Birinchisi o'sha xodimdagi stimul. Sesenbay Margulanni yaqinda bitta videosini ko'rdim. Stimul haqida juda ham zo'r gapirgan. O'rmonda ketyapsiz. Birdaniga katta ayiq yo'lingizdan chiqib qoldi. Siz ayiq sizni ushlab tutib, yeb yoki jarohat yetkazmasligi uchun qochyapsiz. Va bu qochish davomida siz o'zingiz erishishingiz mumkin bo'lgan barcha rekordlarni o'rnatyapsiz. Tez yuguryapsiz, kallangizni ishlatib tepalarga chiqib qana qilib qochyapsiz va ana shu ayiq sizga yetib olmasligi uchun qilgan harakatingizni u stimul deyapti. Xo'p, sizni xodimingiz ham nimadandir qo'rqadi, masalan, farzandlarini o'qishiga yoki katta kontraktiga yoki olgan mashinasini kreditiga, ya'ni nimalardadir
to'lovlardan uzilib qolishdan qo'rqadi va siz bilan ishlashga tayyor. Ana shu stimul. Siz o'sha narsani o'rganib chiqing. U nimadan qo'rqadi va unga nima bersangiz siz bilan yaxshiroq uzoq muddatli ishlab davom etadi. Buni o'rganing. Ikkinchisi, Abraham Maslow degan psixolog, mutaxassis tomonidan tuzib chiqilgan insonni darajalari bor. Bu Maslow piramidasi deyiladi. Piramida ko'rinishida, rasmda ko'rishingiz mumkin. Piramida ko'rinishidagi narsada inson ehtiyojlarining iyerarxiyasi bor. Ya'ni ehtiyojlar darajasi bor. Boshida aytganimda bu narsani internetdan topib o'rganib oling. Bu narsa haqida biz chuqurlashib ketmaymiz. Xuddi siz bilan ishlayotgan xodim Maslow piramidasini qaysi darajasida turganini, siz Maslow piramidasini o'rganib olganingizdagi xodim qaysi darajada ekanligini bilib olasiz va siz unga munosabatingizni shunga qarab qo'yasiz. Maslow piramidasi yordamida xodimlar bilan munosabat o'rnatsangiz, bu munosabat uzoqqa cho'ziladi. Ya'ni o'sha kuchli xodim boshqa odamlarni yo boshqa kompaniyalarni tanlamasdan siz bilan uzoqroq ishlaydi. Nimaga? Siz uni ehtiyojlar zinasi bo'yicha aynan kerakli ehtiyojiga malham bo'lyapsiz. Buning uchun shuni o'rganing. Unga nima kerakligini o'rganing. Maslow piramidasini va unga nima kerakligini o'rganing. Masalan, faqat oylikni o'zi bilan boshida oylikka o'ziga ishlashga rozi bo'lgan odamlar umuman puli yo'q bo'lgan bo'ladi va o'ylaydi, ha, boshida umuman menga shunchadan oylik bersa, men bu oyga men uni qilsam, ha, zo'r bo'lar ekan deb ishlab yuradi. Lekin ishlab yurish davomida pulga bo'lgan ehtiyoj sal pasayadi va unda keyingi ehtiyojlar ko'tarilib boradi. Ya'ni faqat tirik qolishga bo'lgan ehtiyojdan ko'ra keyingi ehtiyojlar ham ko'tarilib chiqa boshlaydi va siz bu ehtiyojlarni qondirmas ekansiz, u ketib qolish ehtimoli yuqorilashib boradi. Va u ketib qolsa biznesingiz zarar ko'radi. Ketib qolish haqida alohida gaplashamiz. Ketib qolsa biznesingiz zarar ko'radi. Masalan, men o'zimning hayotimdan misol qilishim mumkin. Insonning ehtiyoji yoki insonni baxtli qiladigan narsalar juda ham nisbiy narsa bo'lib, yetishgani sari u unga kichkinalik qilar edi. Men yoshligimda deylik, mashinam bo'lsa men baxtli bo'laman deb o'ylardim. Katta bo'lganimdan keyin endi mashinani turiga qarab baxtli bo'lar ekanman deb hisoblay boshladim. Birinchi marta mashina oladigan paytim men o'ylaganman, bitta yaxshi Matizim bo'lsa, mazza qilib minib yuraman. Va menda shunaqa fikr bo'lgan. Xo'p, Mercedesda ham 4 ta g'ildiragi bor, Matizda ham 4 ta g'ildiragi bor, ikkalasi ham qayerga desam olib boradi degan fikr bo'lgan. Bu, ya'ni pulim kamligini va u Mercedesga pulim yetmasligini ovutish. Men qiynamaslik. Endi men o'sha paytda Matiz olmoqchi bo'lganman, lekin Matizga pulim yetmagan, ya'ni pulimdan sal yuqoriroq. Bugungi kunda men Matizni xohlamayman, to'g'risi. Masalan, bemalol Matiz sotib olishim mumkin, lekin xohlamayman. Ya'ni meni baxtli qiladigan, meni orzuyimga yetkazadigan darajalar yuqorilab boryapti. Siz ham xodimlaringiz bilan, bo'lib ham kuchli xodimlaringiz bilan ana shunday munosabatda bo'ling. Ya'ni u bitta Matiz berib bo'lgan bilan u zo'r bo'lib qoladi yoki u siz bilan bir umr ishlaydi degani emas. Matiz bu bitta misol. U balki balandroq narsani xohlashi mumkin. Shuning uchun agar uni o'sha balandroq narsasini bera olmaysizmi, demak ketishiga tayyor turing. Ketishiga tayyor turish qanaqa bo'ladi? Siz xodimlarga ishoning, lekin ularni har doim nazoratda saqlab turing va mas'uliyatlar bitta qo'lda bir shaxsda jamlanib qolishiga yo'l qo'ymang. Ya'ni ularni bo'lib tashlang. Mabodo u ketganda ham bir joyingiz og'risin, hamma joyingiz emas. Masalan, sizda 5 ta mas'uliyat bor va sizda bitta zo'r kadr bor. O'sha kadrga bu 5 ta mas'uliyatni jamlab berib qo'ydingiz. Va u kunlardan bir kuni stimuli sabab yoki Maslow piramidasidagi darajasi sabab, nimadir sabab ketdi. Sizni 5 ta bo'g'in bo'shab qoldi, ochilib qoldi. Og'riydi. O'shaning uchun u ming kuchli bo'lmasin, u bitta mas'uliyatga javobgar bo'lsin. Bu birinchidan har doim ketib qolishni unutmaslik sabab chora bu. Mas'uliyatlarni bo'lib tashlash. Ikkinchisi, inson kim bo'lishidan qat'iy nazar bosh osmonga yetgan taqdirda ham bitta ishni zo'r uddalaydi. Kuchli tomonini zo'r uddalaydi. Ha, to'g'ri, sizda 5 ta ishi bor
Va siz aytayotgan odam bu ishlarni har birini alohidadan qilsa 10 balli sistemada 10 ga bajarishi mumkin. Har birini alohidadan qilsa. Lekin siz 5 tani berib qo'yasiz, o'zi unda jami 10 bor, 10 ni 5 ga bo'lsangiz 2. Har biri 2 danga bo'linib qoladi. Har biri ish 2% danga yoki 2 bahoga bajarilyapti degan. Bo'lishi mumkin. Siz yo mana bu ishni 10 ga bajargan deysiz. Ha, u mana bu ishni 10 ga bajargan. Lekin mana yerda 4 ta ish 0 bo'lib qolgan bo'ladi unda. Chunki u tabiatan jismoniy holatdan yoki ruhiy holatdan kelib chiqib ulguradi, vaqtdan kelib chiqib bitta ishga ulguradi xolos. Shuning uchun jamoada liderlarni juda ham ko'p to'plamaslik kerak yoki liderlarga juda ham qattiq ishonib yormaslik kerak. Undan ko'ra men o'rta miyoni lekin stabil xodimlar olish tarafdoriman. Aynan men shunaqaman. Balki bu borada sizning fikringiz boshqachadir. Izohda yozing fikringizni, men buni ko'rib chiqishga tayyorman. Balki meni ham fikrim o'zgarib qolar, sizni aniq fikringiz sabab. Nimaga men qarshiman? Menga aytganimdek stabillik yoqadi. Mana bu 5 ta ishni 2 dan qilgandan ko'ra 3 ga, 4 ga, 5 ga bajaradigan 5 ta alohida odam yollaganim yaxshi. O'shanda meni natijam 10 emas, 25 bo'ladi agar ular 5 ga bajarib bersa. Farqi katta. Va bu 25 davomiy bo'ladi va eng qizig'i bittasi ketib qolsa hamma yo'nalishim o'chib qolmaydi. Bittasi ketib qolsa qolgan 4 tasi 20 ni sal bo'lib buni ham bajarib turishi mumkin. Bu 5 ta bo'g'inli prosta misol uchun aytayapman. Bu o'zingiz ishingizdan kelib chiqib, tasavvuringizdan kelib chiqib xohlagancha bo'lib olishingiz mumkin. Shu har doim kuchli xodimni ketishiga tayyor turing. Ketishiga tayyor turish uchun har doim mas'uliyatlarni bo'lib qo'ying. Xodimlarga ishoning, lekin ularni har doim nazoratda ushlab turing. Va yana qaytaraman, siz ularni xohishini cheksiz bajara olmaysiz. Hech qachon. Ularni qo'lida sizni biznesingizga xavf tug'diradigan bombani o'zingiz ushlatib qo'ymang. Bu xuddiki biznesingiz qotiliga doimiy pul to'lash bilan barobar. U sizni har daqiqada o'ldirib qo'yishi mumkin, siz har daqiqa unga pul to'layapsiz. Biznesingiz qotiliga pul to'lamang, hech kimni biznesingiz qotili bo'lib qolishiga yo'l qo'ymang. Yana qaytarib aytaman, boshqa videolarda ham aytganman bu gapni. Odam oddiy holatda hamma yaxshi, lekin shunaqa vaziyat taqozosi bilan odam o'zgarib qolishi mumkin. Uni ehtiyojlari, yana boshqa narsalar bilan odam o'zgarib qolishi mumkin. Bu paytda halollik, vijdon, pokdomonlik degan narsalar chekkiga chiqib qoladi-da, haqiqiy ego o'zini ko'rsata boshlaydi. Hali pul odamni buzmaydi. Shunchaki u odam puli yo'qligi uchun bu ishlarni qila olmay yurgan bo'lgan bo'ladi. Qachondir puli bo'lsa, qanaqadir yomon ishlar qilib yuborishi mumkin bo'lgani kabi. 3-yechim, professional shartnomalaringiz bo'lishi kerak har doim xodimlaringiz bilan. Bizda o'zbekchilikda barcha qiladigan ishlarimizda, hammasida, men hozir misol keltiraman, ha deysiz. Barcha qiladigan ishlarimizda kirish bor, chiqish yo'q. Boshlash bor, tugatish yo'q. Hamma ishimiz shunaqa. Ya'ni masalan, deylik biz qaysidir zo'r, kuchli xodimni ishga olyapmiz va ishga olayotgan paytimizda bu qachondir ketadi yoki biz bilan ishlamasligi mumkin degan narsani umuman hayolimizga keltirmaymiz. U xodim ham xuddi shunaqa. O boy aytganimdek euforiya bilan kelishuv bo'ladi edi. Voy, men seni topdim, men ham buni topdim, zo'r va'dalar berildi, ishlaymiz deyilyapti. Lekin aytganimdek ayrim sabablar, vaziyat taqozosi bilan berilgan va'dalar bajarilmay qoladi va qachondir bu shartnoma, bu kelishuv buzilishi mumkin. Va ana shu buzilish ham aniq hujjatlarda ifoda etilgan bo'lishi kerak. Bizda men o'ylab ko'rdim, tekshirib ko'rdim, kuzatdim. Ishdan ketish degan tushuncha yo'q. Umuman yo'q. Ishdan ketish degan tushuncha umuman yo'q. Bizda faqat ishdan haydalish, ishdan bo'shab ketish bor. Ya'ni bo'shash bor. Birinchisi qachondir biz o'sha boyaga aytganimdek
berilgan va'dalar yoki kelishuvlar bajarilmay qoladi va uni siz haydab yuborasiz, yoki ikkinchisi u siz tomonidan berilgan va'dalar bajarilmayotgani uchun o'zini o'zi haydab yuboradi. Lekin har ikki tomon o'rtada kelishib bo'pti. Xo'p, boshliq, biz mana shu yergacha zo'r ishladik. Endi meni yo'lim boshqa, men boshqa tomonga ketmoqchiman. Ha, bo'pti, rahmat, siz hozirgacha ishladingiz. Rahmat, siz endi keting degan narsa yo'q bizda. Ishdan shunchaki ketish yo'q. Bunga sabab shu: boshlash bor, tugatish yo'q, kirish bor, chiqish yo'q. Yaqinda bitta mahalladan o'tyapman. Qurbon hayitiga mahallani bezatishgan. Va shu bezatish davomida oddiy kichkina qoida yo'q. Umuman odam hayotda har bitta qiladigan ishini qoida bilan qilsa zo'r bo'ladi. Kichkina qoida yo'q. Xo'p, Qurbon hayitiga 5 kun qolganda biz mahallani bezatamiz. Eid muborak degan yozuvlarni osamiz, sharlarni osamiz. Bo'ldi, osildi. Qachon yig'ishtiramiz uni? Bu haqida hech qanaqa qoida yo'q. Aslida, xo'p, osamiz. Qurbon hayitidan 5 kun o'tgandan keyin buni yig'ishtirib olamiz. Bu zo'r narsa-ku. Ham u narsalar yerlarda yotmaydi, ham keyingi yil ham ishlatsa bo'ladi. Yo'q, men Qurbon hayitidan 1 yil o'tgandan keyin u mahalladan o'tyapman. Ustunlarda shu yozuvlar, loyihalar changga belanib hali ham turibdi. Bu nimadan darak? Boshlash bor, tugatish yo'qligidan darak. Mehnat shartnomalari, kelishuvlar ham xuddi shunaqa. Siz xodimni ishga olishingiz bor-ku, ishdan qachon bo'shatishingiz haqida hech narsa yo'q. Sizda aniq shu bo'lsin, boshlash bormi, tugatish bo'lsin. U xodim sizga 1 yil yordam berar, 2 yil yordam berar, 3 yil yordam berar. Tugatish haqida sizda aniq tasavvur bo'lsa yoki aniq sana bo'lsa, siz albatta uni o'rniga keyingi odamni tayyorlab turasiz. Yo, kunlardan bir kun top bitib u yo'qolib qoladi, siz o'sha joyingiz ochilib qoladi. Siz uni o'rniga odam tayyorlashingiz uchun ancha resurs sarflaysiz va bu joyi oldingisiga keltirish uchun juda ham ko'p vaqt o'tib ketadi. Ketishini bilganingizda edi, oldinroqdan uni yoniga bitta shogirdni qo'yardingiz, qilayotgan ishlarini yozib olardingiz va sekin ketganda talofat juda ham katta bo'lmasdi. Albatta har bir ketgan xodimning o'rni ochiladi, aniq ochiladi, lekin talofatlarni kichraytirishi shunaqa yo'llari bor. Xulosa, kuchli xodimlar bilan qanday ishlash kerak? Bu juda ham oddiy. Birinchisi, har doim ularni ketishiga tayyor turishingiz kerak. Ikkinchisi, ularni Maslow piramidasidagi qaysi darajada ekanligini unutmasligingiz kerak. Ularni siz bilan ishlayotgandagi stimullari haqida doimiy o'rganib borishingiz kerak. Uchinchisi, kirish bormi, chiqish bor. Sizni shartnomangizda aniq shunaqa narsalar bo'lishi kerak. Chiqish haqida ham band bo'lishi kerak. Va oxirgisi, mas'uliyat bir kishining qo'lida jamlanmasligi kerak. Har doim bo'lib tashlang, boshqarish oson bo'ladi. Bu meni gapim emas, Sezar aytgan buni. O'sha har doimgi gapimiz, agar siz bizni toqat qilib ko'rgan bo'lsangiz, izohlarda fikrlaringizni, savollaringizni qoldiring. Biz javob berishga harakat qilamiz. Keyingi videolarda sizni fikrlaringiz asosida video olishimiz ham mumkin.